Muallimun o'qituvchi, muallimuna o'qituvchilar. Bu erkak o'qituvchilar va maktabga nisbatan bekorga maktab deb yozib qo'ymaydi qabsiga olib. Muallimatun ayol o'qituvchi maktabdagi, muallimatun ayol o'qituvchilar ko'plik maktabdagiga nisbatan. Faqat bizdan faqat deb shu deymiz-ku, al'an hozir kelaman deymiz-ku. Misbahun chiroq, masabihu chiroqlar, lampa so'zi ham misbahun, ko'pligi ham bir xil, masabihu lampalar. Masabihu lampalar mana. Misbahun chiroq, lampa, masabihu chiroqlar, lampalar. Bir xil. Fanusun bizda ishlatiladi, fanus deymiz. Kinolarda ko'proq ishlatiladi bu fanar. Lekin bizga fanar so'zi juda ko'p kirib ketgan hozirgi zamonda. Xo'p, hurmatli obunachilar, fanus bo'ldi, ya'ni fanar bo'ldi. Favanisu yesi ham bor. Favanisu fanarlar. Favanisu emas. Chunki biz ko'proq favanisu yesiz ko'rib ko'pligini yesiz ko'rib o'rganib qo'yganmiz-da, unaqa emas. Birga ma'nosi ham bor, bilan qo'shimchasi ham bor. Birga boraman deymiz-ku. Bi bu ham bilan qo'shimchasi, u bilan, sen bilan, birga bilan qo'shimchalari va bu ham shu. Bi ham bilan qo'shimchasi. Sodiqun do'st. Maktabga nisbatan umumiy do'st bu. Qanaqa do'st bo'lishidan qat'iy nazar. Asdiqo bu ham do'stlar, ya'ni do'stning ko'pligi, do'stlar, o'rtoqlar. Farqi yo'q. Sohibun do'st bu ham, o'rtoq. Bu ham bir xil. Ashabun do'stlar, o'rtoqlar. Endi ashoblar deymiz-ku, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yonida yurgan ashoblar, ya'ni do'stlari, shu sahobalar deymiz-ku, do'stlari bo'ladi. Sodiqatun do'st, ayol nisbatan, ya'ni qiz bola do'sti, sinfdoshingiz bo'lishi mumkin. Sodiqatun ayol do'stlar, o'rtoqlar, bu jenskiy rodga nisbatan. Qiz bolalar o'sha sodiqati yoki do'stim, sodiqatun do'st deb ishlatadi. Ayollarga nisbatan. Mudarrisun o'qituvchi, oliy ta'limdagi, bekorga yozib qo'ymadik. Chunki muallimatuni ham muallimatuni ham ko'rdik, o'qituvchi edi. Bu oliy ta'limga, narginisi muallimun, u maktabga. Maktabga boshqacha aytishadi arablar, oliy ta'limga boshqacha aytishadi. Litsey, kollej, akademiya farqi qaysi holatda bo'lishidan qat'iy nazar bir xil. Mudarrisuna o'qituvchilar, ya'ni oliy ta'limdagi o'qituvchilar, o'qituvchining ko'pligi. Bir xil ma'noda ishlataverasizlar, hurmatli obunachilar. Mana shunaqa ma'noda ketaveradi. Bayali sahobalar deb ishlatishadi. Sahobalar o'sha kimlar? Masalan, shu do'stlar, do'st degan ma'nodan kelib chiqqan, ma'nosi do'st degani. Mana shundan arablar do'stni sahoba deyishadi. Bu ma'nosi mudarrisatun ayol o'qituvchi. Bu ma'nosi anaqa. Ya'ni o'sha shunaqa do'st degan. Mudarrisatun ayol o'qituvchi, oliy ta'limdagi, bekorga emas. Sahobalar degan tushunchani tushunsa-vering kerak menimcha. Mudarrisatun ayol o'qituvchilar bo'ladi. Hurmatli obunachilar. Xo'p, hurmatli obunachilar, sohibun so'ziga yana bir o'qib berib ketaman. Sohibun so'zi sahobalar deyiladi. Aslida sohib, ya'ni do'st degani, ko'rdik, o'rtoq. Ya'ni o'rtoq demali, hozirgi zamonda shu o'rtoqda bular. Mudarrisatun ayol o'qituvchilar, mana oliy ta'limdagi ayol o'qituvchilar ko'pligi. Bu o'sha sohibun shu hozirgi zamonda, oldingi zamonda do'stga nisbatan. O'rtoq demali, o'rtoq zamonaviy tilda. Sohibun sahobalar, do'st, ya'ni yonida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yonida yuradigan do'stlari. Masalan, ashabun o'sha sahobaning ko'pligi. Sahobalar deymiz-ku biz tilda, lekin ashabun deyishadi arablar, o'sha sahobalarning do'stlar.